mavjud turli xil mahsulotlar va yarim tayyor ularni isitish bilan iste'mol qilish mumkin. Bu qatorda esa yaxlatilgan shirinliklar va yaxlatilgan qo'l mevalarni uchratish mumkin. Pishgan tuxumlarni ham hattoki muzlatgichlarda uchratishimiz mumkin va bular ham yaxlatilgan holatda bo'ladi. Yarim tayyor holatda ularni ochib, aralashtirib iste'mol qilishga tayyor holatda bo'ladi va ushbu turdagi mahsulotlar juda ham ko'p. Nafaqat hozirgi do'konda, balki boshqa do'konlarda ham aynan shu turkumdagi mahsulotlarni uchratish mumkin. Sababi insonlar xarid qilishadi va talab haqiqatan ham katta. Bu qismda esa bizda gadjetlar, ya'ni uy uchun priloslar, duxovkalar, холодильник va yana shu kabi uy uchun jihozlar. Bu qatorda esa bizda snack mahsulotlar. Mana Pringles chipslarga o'xshagan. Telefon esa Galaxy Fold 7-versiyali, xuddi kitob shaklida bo'ladi. Ochilib yopilish qismlari kitob shaklida. Uni boshqarish mumkin. Slim Light 4.2 mm tashkil qiladi. Og'irligi 215 gram. Dinamikasi 203.1 mm. Xotirasi turli xil bo'lishi mumkin. 1 terabayt, 512 gigabayt va 256 gigabayt. Mahsulot kichkina mini versiyadagi ventilyator. Shamol keladi, yoqilgan paytda uni funksiyasi orqali boshqarish mumkin. Baland-past qilish orqali va quvonarli tarafi uni sumkaga ushbu mini ko'rinishdagi case orqali solib olib yurish mumkin. Qavatdan kerakli narsalarni o'zimizga xarid qildik. Endi boshqa qavatga qarab ketamiz. Bolajonlar uchun o'yinchoqlar. O'yinchoqlarni Koreyada bilmayman, do'konlarda nimagadir hamma joyda ham topish imkoniyati mavjud emas. Kam joyda ko'rinish beradi. Alyumindan qilingan, Amerikada ishlab chiqarilgan chemadonlar. Zo'r kачествоsi. Juda ham katta hudud chekyapmiz. Ushbu hududda plyaj uchun kerak bo'ladigan mahsulotlardan tortib, uy uchun kerak bo'ladigan, qurilish uchun hatto kerak bo'ladigan mahsulotlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir bir boshdan aylanishni boshlaymiz. Bu javonlardagi mahsulotlar. O'zim uchun yangilik bo'lgan mahsulotlarni ko'rsataman, lekin bu tavsiya qilaman degani emas. Tarkibini sababi yaxshi bilmayman va tushunmayman. Shunchaki dorilar joy olgan, inson salomatligiga qaratilgan va ular Amerikada ishlab chiqarilgan dori vositalari. Bu do'konda mahsulotlar asosan optim, ya'ni ko'p miqdorda sotiladi. Shuning uchun ham do'kon hajmi katta va mahsulotlarni keng ko'lamda, katta miqdorda xarid qilish imkoniyati bor. Bu qatorda barcha mahsulotlar dori vositalari. Inson salomatligi uchun, miya faoliyati uchun, jigar faoliyati uchun, oshqozon uchun dori vositalari. Batlar. Hattoki batlar ham bor. Bu mahsulot PDRN Glow deb nomlangan ekan. Asosan yuz uchun, yuzga glow effekt berish, uni yaltiratish uchun mo'ljallangan.
Ushbu mahsulot LG kompaniyasiga qarashli bo'lib, u galvanik booster qurilmasini ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, buning ichida essensiya, lap uchun serum va yuzdagi ajinlarni yoyishga mo'ljallangan wrinkle spot hamda serum ampulasi bor. Barcha mahsulotlar yuzga ishlatilgandan keyin quyidagi galvanik booster orqali yuz bir necha daqiqa davomida massaj qilinadi. Bu mahsulot yuzni elastikligini oshirishga, ajinlarni yoyishga qaratilgan. Tarkibidagi booster, ya'ni ushbu qurilma esa LG kompaniyasi mahsuloti hisoblanib, barcha ishlatilgan mahsulotlar yuzda yaxshi yotishi, yaxshi singishiga xizmat qiladi. Siz gidrofilli masla va cleanser, ya'ni penka bitta boksda bo'lishini istayotgan bo'lsangiz, bu tanlov siz uchun. Bu PRMR, ya'ni Koreya segmentida eng yaxshi kosmetika vositalari hisoblanadi. Yuzingizni qora nuqtalardan tozalashga, yopiq pora, ya'ni yopiq komedorlarni chiqarishga va kun davomida ishlatilgan makiyaj va SPF qoldiqlarini yaxshilab yuvib tashlashga xizmat qiladi. Sons Baby setlari. Manyo mahsulotlari bitta boksda 3 ta bo'ladi. Shuningdek, narxlari juda ham hamyonbop. Koreyada eng zo'r sotiladigan eng mashhur penka hisoblanadi. Yuzdagi SPF qoldiqlarida makiyaj qoldiqlarini o'chirishga yordam beradi. Mahsulotlardan set, uni set sifatida xarid qilishingiz mumkin. Katta, o'rtacha, shuningdek mini versiyalari, ayniqsa sayohatga ketayotgan vaqtda o'zingizlar bilan olishga yaxshi tanlov. Bu makiyajni yaxshi o'chirishga yordam beradi. Bu suyuqlik juda ham yaxshi o'chiradi, chuqur o'chiradi hamda kombinirованный жирный ko'zaliga ham birdek tusha oladi. Turdagi barcha mahsulotlarni portal orqali buyurtma qilishingiz mumkin. Shuningdek, ko'rsatib ketmoqchi emas. Bu har yili eng zo'r mahsulot deb topiladi va ushbu mahsulot 100% original, sifati 100% original va uni ya'ni srok godnosti ham yangi mahsulotlar. Barchasi yangi. Medihill'ni aynan Curate Moisture Calming pedlari. Bu pedlar asosan tarkibida sabzi ekstrakti bo'lganligi uchun zararlangan, qizarishga moyil bo'lgan terini tinchlantirishga qaratilgan. Maskalar, Medipill mahsulotlari. Shuningdek, Estee Lauderdan yuz uchun mo'ljallangan kompleks serumlari. Bioderma mahsulotlari, Kiehl's mahsulotlari, Real Barrier kremlari, Lancome mahsulotlari. Eslatib o'tamiz, ushbu mahsulotlarning barchasi original. Brendi o'zini SPF, ya'ni quyoshdan himoyalovchi kremlari bilan juda ham mashhur ushbu mahsulotlar. AHC ko'z kremlari, yuz uchun kremlari 30+ insonlarga juda ham foydali hamda CNP mahsulotlari anti-wrinkle, ya'ni ajinlarga qarshi ishlatilish uchun yaxshi tanlov bo'la oladi. Ularning ampulalari set sifatida xarid qilinishi mumkin. Katta o'lchamlarda bor. 오늘도 트레이가 수익 상한 아산점을 찾아주신 고객 여러분께 감사 인사드리며 라이어
shirinliklar. Cookies, pechenkalar. 애니멀 시리얼 특권 세트 등이 6,980원으로 만원도 안 되는 가격으로 전자레인지 고객 여러분께서는 지하 2층 라이베어 주방 로드쇼 인사장에서 안전 쇼핑되시길 바랍니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 깜찍하고 귀여운 디자인의 가벼운 식탁 제품 라이베어입니다. Javonlar. Temirdan yasalgan javonlar, stilajlar. Qavat yana tepalikka ko'tarildik. Ushbu qavatda ham juda ham ko'plab mahsulotlar optim holatida, ya'ni ko'p bora xarid qilish mumkin bo'lgan va katta o'lchamda sotilar ekan. Jo'xori mahsulotlari, shirinlik mahsulotlari, qiziq tarafi testerlar. Ya'ni uni yeb ko'rish, iste'mol qilib ko'rish va yoqsa keyin xarid qilish imkoniyati ham mavjud. Konsanmeda mana kivilar. Bu qatorda esa qo'l meva rastalari. Mahsulotlarini ko'p bora shunaqa upakovkalarga, одноразовый upakovkalarga o'rab sotishayotgani guvohi bo'ldik. Menimcha bu ko'plab mahsulot uzoq vaqt saqlanishga xizmat qiladi, aynan shunaqa qadoqda saqlangan vaqtida. Prezident saryolari, Garvati sirlari. O'zi aslida umuman olganda ushbu hududdan juda ham ko'plab brendli, biz taniydigan Philadelphia krem chizlari uchratish mumkin ekan. Sütlarmi? Har xil sütlar, hech bo'lmasa. Qora nonli. Bakery ham aynan mana shu hududda ekan, ya'ni novvoyxona ham shu hududda ekan, shudan qilib olib chiqib qo'yishyapti. Nonlar. Lekin nonlari yaxshi, yumshoqqina xamirlarini yaxshi qilishadi, mazali. Bu esa shirinliklari, cookieslar. Keklar, kekslar, keks mahsulotlari, pechenkalar. Va yuqorida aytganimdek juda ham ko'plab yarim tayyor mahsulotlarga misollar, masalan, xuddi mantiga o'xshab tug'ilgan, sho'riga o'xshab tug'ilgan mahsulotlar, kotletlar va bu esa tovuq, baliq mahsulotlari. Go'sht mahsulotlari yarim tayyor holatda tayyorlangan.